Gazelga, kuy gazelga gulxanman. Dövlətlik birinci dərəcəlik dirijor Goyanның alohida təminatıdan bəhrəmən bo'ladigan mutaxassis, Mədəniyyət Ministerliğinin munavvar mutaxassisi, Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun gavdilik töküb qo'shgan munavvar mutaxassisi, Şinjan San'at yurti Kuysuyar orkestrining musiqa baş nazoratchisi, doimiy dirijori, Şinjan San'at yurti Milliy musiqa o'mikining san'at baş nazoratchisi, alohida takliflik dirijor Abdurahmon Ayub ustoz, xush keldingiz. Dövlətlik birinci dərəcəlik rejissor, dаңlıq şair, İpek Yolu sadası, İpek Yol'daki Gazelxan qatarlıq proqramlarının baş planlıqçısı, baş rejissori Muxtar Buğra ustaz. 7 yaşdan 70 yaşgacha har qanday odam naqsini yoqtirib anglaydigan san'at osmonimizdagi nurliq cho'lpon, dаңlıq naqshchi Ömercan Alim ustoz, xush keldingiz. İli xalq çaqchaqlarını səhnələşdirgici, Milliard səkinsinin qurğucusu, küldürgü çolpani Rozaxon Tudaxon ustaz, qarşılamaz. Xoş bular. San'at yığımız ustazlar bilan tanışıb çıxdıq. Ular bilan bir tanışıb chiqamdiq. Albatta. Çünki bizning programmamizning ismi İpek Yo'ldagi Gazelxan programmasi. Shundaq. Naqshi aytishdagi o'zgachiligi bilan hammamizning yoqtirishiga erishgan olqishliq kuychi, 2 va 7 qaror İpek Yo'l sadasi programmasining yetakchi ustozi va shundaqla bugungi sahnamizning xushpuroqliq atirguli Adila Sidiqxonim. Qarşılamaz. Adila Sidiqxonimning yandash riyosatchisi, ya'ni hamrohi, o'zgacha riyosatchilik uslubi bilan hammamizning qalbidan o'rin olgan yosh riyosatchi Nur Ali Hasanjon, xush keldingiz. Xush keldingiz, qarşılamaz. 2 qaror İpek Yolu sadasi programmasining chempioni. 6-7 qaror İpek Yolu sadasi programmasining yetakchi ustozi, Şinjan Muqam ansamblining to'ldirilgan yosh naqdisi Komil Jilil. Xush keldingiz. Xush keldingiz, qarşılamaz. Komil Jililga hamdosh bo'lib, hamra riyosatchi bo'lib kelgan do'stimiz bo'lsa, 1-qaror İpar İpek Yo'ldagi Gazelxan programmasining riyosatchisi u. Mahliya. Men. Sizga. Rahmat. Siz xush keldingiz, qarşılamaz. Rahmat. Mo'ngluq ovozi bilan xalq qalbidan o'rin olgan 7 qaror İpek Yo'l sadasi programmasining yetakchi ustozi, xush ovoz kuychi, ijodiyatchi G'o'jimat Qurbon. Xush keldingiz. Qarşılamaz. Va shundaqla dаңlıq riyosatchi, naqshchi, xushchaqchaq riyosatchimiz Savirdan Imom, xush keldingiz. Xush keldingiz. 2 qaror İpek Yolu sadasi programmasining kuchlik mahirlaridan biri. Ovozda mo'ng'uba yetilayotgan yosh naqshchi Jalol Anvar. Xush keldingiz. Qarşılamaz. Jalol Anvarga hamdosh bo'lib kelgan bizning riyosatchimiz bo'lsa, el ichi kuldirgi cho'lponimiz yosh riyosatchi Javlon Ro'zmani. Xush keldingiz. 4 qaror İpek Yo'l sadasi programmasining chempioni, yosh naqshchi, ijodiyatchi Abdug'ani Yasin. Xush keldingiz. Xush keldingiz. Xush keldingiz. Abdug'ani Yasinga yandosh bo'lib kelgan riyosatchimiz Peqir. Sizlar. Men. Umidvor Mahmuddan hammalarga o'tib salom va alaykum bo'lsin. Katta rahmat. Xo'sh, mana bizning g'azalxonlarimiz bilan hamdosh riyosatchilar bilan tanishib chiqdik. Xo'sh, shunday bo'lsa, eng yaxshisi biz sahnamizni ustozlarimizga berib, o'zimiz g'azalxonlarning yiniq boraylik. Shunday qilaylik. Ikkinchi vazifamizni qo'limizga olaylik. Shunday qilaylik. Unda bo'lsa, chek tortish ustozlar sizlarga qoldi. Qani, marhamat. Gazelxonman. Gazelga, gazelga gulxonman. Üçüncü basqışda
biz çektatimiz naqshchilarninki tartibini belgilaymiz. Abdurahman ustoz bir tatib bersin. Adile. Ha? Yana nima? Birinchi navbatda Shunda qo'slar. İkinci qitim G'ujumat Qurban. Üçüncü qitim Abdug'ani Yasin. Dördüncü qitim Kamil Celal. Ahırda Jalal Enver Qağını iniq. Unda bo'lsa mush tartib bo'yicha boshlab ketdik hamsa. Gazalxonman. Gazalga gulxonman. Mağamda qanday? Chiqamdoq? Bormizmi? Mağali. Qartni yaxshi shilmayapamizlar, menla chiqib borman bu. Zo'lab chiqaryotdi. Bizga qonmayotdi. Ha? Ashtaqa aka. Shu oldingi salladimi his qildik-ku, shu eng yaxshi favqulodda bu yerga chiqqan artistlarniki hammasi yaxshi, naqshlarning hammasining naqshi yaxshi, axloqi yaxshi, har jihatdan yaxshi aytilganda. Siz nima demoqchi? Men shu demoqchi. G'azalxon degan mushaniga chiqib turib, men o'zim ancha muncha ijodiyat qilamanmismi? Ijodiyat naqsha ishlar bilan ancha muncha shug'ullanib qo'yman, o'zimniki uslubidiraq. Hamda o'zim naqsha aytolmadimda bir xil afsuslik bor qarangmanda. Bu ayting? Yo, aytay desam bu tizmabdi. Mening ismimni hech kim tatmasa, qachon qarsa Odila Sidiq, Komil Jalil bir qator naqshlar bor-da. Bizni o'rlashtirmagandan keyin shu bir xil bo'lib qoldim shu. Bir fursat beray ayta olamsiz. Fursat beramsiz. Qanday? Aytmoqsizmi? Men naqshchida men qatnasam bu programmaga deb pek so'zildi. Bir aytqizib baqamdi. Ijodiyatingiz bormi sizni? Vo'jiq ijodiyat. Bir neyta. Nafisa men qilib bergan emas sizga. Ha? Ijodiyatdan bir neyta. U gapni hech kim ishonmaydi o'zida. Ha. Muzika yo'q, aytaveray unda bo'lsa. Aslida no'chi naqshchi degan muzika yo'q vaqtim yaxshi ayta oladi. 3 2 1 Mastanimman, parvonimman, amma afsus jiganimman. Mastanimman, parvonimman, amma afsus jiganimman, jiganimman, jiganimman. Vaqt qisqa qoldi, shu kichiklarni aytdim-ku. Bo'ldimi? Men tugamda bu naqsha. Tugadi. Bishi batda ham uzrab zerikishga qo'yqamsan dedim. Ha? Sen naqshchi bo'lmay, naqshchaq bo'lsang bo'ldi. Bir davog'im keldi-da, men seniga ataydan chiqqan ekan, ha? Ish qilib xo'sh bo'ldim. Ma'qul. Tushkutamdimmi shunda? Bekadim beka? Mana rahmat. Sizmi jafo tatdingiz? Men uchun qon ter oqqizdingiz, marhamat deb.水月让我想你，不想醒过来，谁明
睁开，你不在，爱任性深如海，带我去，把爱找出来，我爱你10000年，用心爱。我也为了爱沉睡，别醒来。永恒的在不在？怪我的心分不开。北极星带我走，别躲藏，把爱找出来，我爱你每一夜，我等待，我的心为了爱睡在月之海，孤单的我想念谁明白？等待真心人把我温习。我又为了爱沉睡，到永远。谢谢。Rahmat. Yaxshi aytdimmi? Ya bek peyzi. Herhalde çıkıp yüz tökülme atıdı. O çipolarını beksat yarıştı cuma turib ko'rabi. Atın. Kirgendeki adıyla işteninizni özünüz eli bilen Nurali'ydi. Sen kaman nakşıdan fakat huzurlanmadın lekin ha? Ya nakşıdan vekşi huzurlandı. Senden başka hem düşende ya onu sen düşen. Vay Mehmet düşendim. Ne mi dedi? Vay ne dedi o? Ha şu vay. Şu yer. Şu asas maksat şu da şu. O nakşının en mühim yeri şu o. Doğrudayız. Qağa yeri mühim emas şu. Ya qağa yeri mühim. Ben senin bak işteninglen bo'lib ketib naqsha qaramaptım. Şunun bilan baharın şu. Ya ben bahalimidim ama iş ustaz var meyada. Bugün bu naqshlarimiz, dangdar naqshlarimizni bağlash ketmaydi asli. Bir-biridan sarxil xalqimizning ko'nglini o'rnagan naqshlar. Bu yerda baholash yo'q, birinchi, ikkinchi deb biz baholab o'tamaymiz, xalq baholab bo'lgan. Biz bunu bağlap bo'lgan naqshlar. Lekin imshiyadagi har bir naqshni eshitsa, biz shuni qarta o'zimizniki huzurimizni bir tushundirimizni deb qo'yamiz xolos. Faqat bu yerda baholash, bizda baholash yo'q bugun. Hammasi esil. Lekin mana naqshni dahshat etyapti-da. Tantirib ketdi, biroz gap qilsam uzoq bo'ldi. Tantirmagan boshqanda aytadi, yuvanchoqlar qish ketadi-da u chaqda. Asta mana naqshni aytmayli bundan deb. Rasmiy shu iqtidor yetkazib aytdingiz. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Ömerci aka bir bering ha bağınımında canlıklar. Devrimiz güzel hüküm, sahnimiz güzel, melodiyalar birbirinden güzel. Nakşını bu adıyla şunda çıraylık orunda de. Hem de şu Nurali'nin iştiniği kanda karaysa Rozakın. Nurali'nin iştini adiledi mi güzel oldu? Bu Nurali sahneye çıkıp oldu. Bu pil kurtu vakıda adamla deklam. İşte şu pil kurtu vakıda adamla işte kiydi. Buna bir yağış tıkıysan yuğa bir şöyle okşam. Ben mağazanı kiyip geldiğim işini unutqaptım ha öyle. Abi Adile adamdan ama işini bakken tutturmuştuk egen. Şu ben mani kiyeysiz mani kiyiverem de. Adile bunu turmuştum kiyme ufulga vakti kiye bu işten.
Sen sahinde turqun mu? Sen 2 puton yiqira qilib tur bu. Midrab? Qulaqdi mi ketibdi Adila bu ha? Qanda bireydi yaşavatısınız bunun bilan. Shundayman. Birey turatqili 12 soat bo'ldi hozir. Tushib ketaymi? Endi siz tushib ketsangiz bo'ladi. Siz tushib ketib, mana bu jutirib yetib boshqa adam yeb chiqing ha bo'ldi buni. Shu tegil olmaydi. Tushkim yo'q deyman. Rahmat, tomoshabinlar. Ustozlar, rahmat. Hocamat Fukam. Qandoq? Kepto bizga. Kamo. Jiddilish yo'q-ku. Ya. Gap yo'q, gap yo'q. غزال خان انت غزال خان غزال خان انت كانديدات تجيب كانديدات سبعتو غاتو ناتو تبقى غزال خان زنو ما بس تقام تنو انت ما بقيت تقام تنو وانا من بيت سبعة تنو غزال خان Stop. Ey çavak emeyim Bugün bu programımızda jiraqda bir mehmon qadam tashrif qildi. Bu Uyg'urcha tushunadi, lekin so'zlayolmaydi. Shunga sizlarga bir salom bermoqchi ekan, bir chavak bilan shu mehmonni bir salom anglagan bo'lsak, rahmat bo'lsin. Ladies and gentlemen, good evening. Xonimlar, apandilar, yaxshimisizlar? And the music. Thank you so much. Xonimlar, apandilar, yaxshimisizlar? Men bugun shu G'azalxon programmasiga naq maydondan qatnash orqali nihoyat xush bo'ldim. Mumkin bo'lsa menga bir chavak bergan bo'lsanglar dedi. Yes. Ömercanım, sizni biz necha vaqtdan beri televizordan ko'ratdik. Bugun naq maydonda ko'rib ajoyib hayajonlanib ketdim. Rahmat deydi. Anam your fan. Rahmat. Anam degan naqshini haqiqatan yaxshi aytqandingiz deydi. Yes. Ma'qul. O ajoyib salobatlik achash texmi yarishibdi. Ma issiqda isib ketdingiz, jafo chekdingiz. Shu ustozimizga ko'pchilikning bir chavuk orqali bir madad beraylik dedi mehmonlarimiz. Ne zaman aytsa milliyat. O zaman Biz Qarpamdur Fras. Milliard sahning qurg'uvchisi. Hozir Qarpamdur sotadi, qarshi o'qlisini sotadi. Shunga mosh ko'pchilik iste'mol qilib, sinab beqishini uchun ko'nglimizda umid qilibmiz deydi. Buramdan chiqqanda xo'ja mo'man ko'chib chiqib ketdi. Super. O'zimga aytaman, Safar G'azalxon, o'zimiz Muxtar Bug'raves. Qani mushunda G'azalxonga cho'ng sanni qo'yib Muxtar Bug'ra o'ziga bir o'rindiq qilmabdi. Qani u odam deydi. Balaga cho'nqir salom yetkazmoqchidim, ammo hech qaysinglarni tonimaydi ekanman, xafa bo'lmanglar dedi. Ma Savir dikamni men bir ama naqshimga naqab. What? Tushunsiz Uyg'urcha deyapman. Bularning o'rganib kirgan inglizga tugidi endi. Hojumat. Asmaga xalq esi bir xor. Unda bo'lsa Hojumatdan bir chavaklar xalq naqsidan bir anglayli deydi. Yaman. Sarıp çıksam dost, oy
den yarey akan aylan sonu bayan de kızarıp çıksam doz oylan den juramey akan aylan sonu bayan de cimi alem sana alkışlar juramey senin aydek cemaliyende Uçluman bileğini curamey Köydemem yüreğimle Kızarıp çıksam doz uylan den juramey akan aylan sonu bayan de Kızarıp çıksam doz uylan den juramey akan aylan sonu bayan de Cimi alem sana alkışlar juramey senin aydek cemaliyende Müslüman bileğini juramey Köydemem yüreğimle Tavadıyla. Derdim bayados, derdim juramey Başım diyek saçimde Derdim bayados, derdim juramey Başım diyek saçimde Havada uçanlar çiğende Müslüman bileğini juramey Köydemem yüreğimle Müslüman bileğini juramey Köydemem yüreğimle Köydemem yüreğimle Chiroyli qaytdi mana shu. Birinchi. Ajoyib. Yana birini deb Yana birini deydigan yeri kelganda. Men shu turib shunchalik hayajonlandim. Hayajonlangansizlar. Uyg'urcha gaplar o'qitdim. Hojimat Qurbondan. Hojimat Qurbonning yana bir alayligini ustozlar bayqidi deb o'yladim. Shaxsan men ham shundoq. Ijodiyat naqsh etish uningdan boshqa xalq naqshlarini voyaga yetkazib etadigan,
bo'libmi Tianjin yudidek manandaq naq maydonda vayg yetkizib o'rildi men shunda qo'shib ketdim hamda qolgan bahane ustozlar bersin shunda hayajonga soldida deb kelyapmiz mush program boshlanib g'azalxonlarninki g'azallarni o'zirog'ach ba'zi nazariya gap ba'zi qiziq gap ba'zi chaqchaq bu programma nihoyatda xo'shal xo'ramlik qilib o'tyapti bizni maqsadimiz xo'shallik debishqo endi manaqsha shu program boshlanib birinchi xalq naqshisini anglab men bir hissiyat kelib qoldim hozir sizmi deb bo'ldingiz shu yoshlarninki shu xalq naqshlarini voyaga yetkazib aytadigan ballarmi jibakan jikkanda ijodiy naqshni o'ziga moslashtirib ijod qiladi-ku ijod qilib aytadi albatta u maqtashga tegishlik lekin bizning xalq naqshlarimiz bor bizning ustozlarimiz cho'nglar voyaga yetkazib aytib bizga yetkazib bergan undan boshqa muqomlarimiz bor shunaqa mushunimi yoshlarning mushundoq haqiqiy ishki ijod bilan yurki bilan mushta aytadiganligini anglab bugun hayajonlandim uning ustiga mana Dilshod ukimizning muzika duyi muzika atratmi bu burungi uslubni yangicha hozirgi matankashninki uslubi o'xshamaydi-da bu milliy muzikaga kirgizilgan yangidan bir uslub bilan buni rang kirgizibdi texmi lekin endi Dilshod mushuninki ba'zi yerlarni uzitib yeni kirib uzitib qilsak bunday yaxshi bo'ldi qizarib chiqsam jin turib o'yla bir necha yerda shaq qilib uzib yotsanglar ranglar bo'ladi deb o'ylayman qolgan narsalarniki bak yaxshi muzikaga bir chavak beraylik muzikalarga bular boshdan oxiri chaluvdi-da bunday yomon bu muzikatlar biz bir maydon o'yin qo'ysak 12 naqshiga aran chaldik 14 ga ya bir maydon kechilik bo'lsa bular 100 gachilik etkanda bir maydonda rahmat sizlarga muzikatligimi bak japatatdan yaxshi japadingiz rahmat sizga rahmat Ömercalim ustoz endi o'z vaqtlarda ommabop naqshlarni voyaga yetkazib aytib xili ta'sir qo'zg'ab bo'lib undan keyin shu milliycha naqsha do'tta bilan naqsha degan bo'lgan keyin undan keyin o'sha xalq naqshlaridan xalq ohangidagi naqshlarni o'sha Tianjin yudi deymiz yoki bo'lmasa pichi deymiz shuningdek moslashtirib shunda yaxshi yetib hammamizga yaxshi ta'sirlarni bergan hozirgi xalq naqshini anglagandan keyin cho'qim yaxshi bir ilhom keldi deb o'ylayman to'g'ri gapilding ukam ustozim yaxshi gapildi endi ovoz sizlarga hozir bo'libmi bugungi programmadagi yosh bolalarning ovoziga biz ovozing andaki mandaq qil degidek emas baho berish bo'lmaydi hammasi qilibli ko'nglimizgidek aytyapti naqshini endi bu yerda cho'qib bir naqshi qilam aytadigan bo'lib qolmaslik kerak ommabop naqshi deymiz xalq naqshi deymiz hatto muqaddimi deymiz ovozinglar yetib oshqidek ba'zi sizlarning universal pishirish kerak odamni o'zini-chu to'g'ri masalan davomli manda so'rin bo'lmaydi favqulodda bir musobaqaga tushib qolsizlar cho'ngroq yerlarga shuning uchun universal tavlanganning ziyni yo'q mana naqshini shunday yaxshi aytding puroqlari joyida rahmat ukam sana rahmat endi bizning bosh professor janga Ro'zaxon nima deydiki Ro'zaxon professor g'uji bu naqshini bak yaxshi o'rindida biz ustozlar bu yerda o'tirib bak huzurlandik bundan shunaqa Abdurahmon aka bu yoshlarda umid bor tirishinglar sho'xlayanglar og'diga man bor demas endi mao g'ujining naqshi endi men bir naqsh so'yar odam bo'lgandan keyin his qildim bak yaxshi o'rindab berdi endi men kasbiy baholash salohiyatim yo'q bu yerda ammo savirdikanma sanga bak yurgini berib sening hamroying yurgindagi hamroying bo'lib meyapti sen budoq etimda savirdikamni minib chiqamsan budoq domib savirdikanni bir jiq o'tkazib biqiniga isi bilib chiqmamiz buda nima yaxshi bo'ldi aka savirdikan shunday yaxshi kuldi adang rahmat Gazel
Bu Dilşat inem, Abdurrahman aka, ustaz. Baya siz naati aqdadığı yetkizip maqtadınız. Demisimi şunda buluşuq tegishlik jigit bu. Men Cevlan Jalalni chiqqandek, men ma jigitni ma'at chiqdim. Men buningki Emra riyosetchisi. Voy, rahmat, buraga bek tuyuqsiz oldu bu. Ashtaqiyevni birinchi darajalik mukofot ishqinlarni olib ketganmiz. Bu Dilşat avamislim bizninki Ablaq avamislimning navirsi. Ablaq avamislim şu Şinjandagi her millat xalqininki tunuşluq bo'lgan nəhayət katta kompozitordir. Şu Dilşat qarindishimiz şu Ablaq kamning izini besib hozir ketayotidu. Bir alqış versanglar. Rahmat, aka. Bu hem ijodiyatchi bu Dilşat hem yaqinda naqshchi bo'lmoqchi. Muş sahne san qalıdı. Rahmat, aka, rahmat. Salam, hürmetlik. Qadam tashrif qilgan mehmonlar. Ben bu tarafdan tanıştırıp ötsem, mana bu yigitning ismi Qaysar. Qo'lda tutib olgan bu chalg'usi olsa bas gitar bo'ldi. Qaysar o'zi san'at maktabininki kontrabas kasbida kasbiy basda o'qigan. Hozir Shinjongda shu o'ziga nihoyat yuqori talab bilan shunda ilgirlayotgan yaxshi yosh baschilarimizning birisi. Mana bu yoqdagi bu katta yigitninki bu inimizning ismi Suban. Bu Subanmi o'zi san'at maktabida shu dab kasbini bitirib, mana hozir mana biz bilan tang bir sahnalarda birga muzik chelishib, shu yodininki butun yukini shu zimmasiga elib ketib qolgan katta dumboqchi bu inimizmi. Bu Suba o'zi dumboq o'rgangan. Keyin cho'ng'o'g'an sir chatmi dumboqni o'rganib ketgan bola bu. Shunday. Bu yoqning ismi Olimjon bo'ldi. Olimjonmi san'at maktabini dab kasbi bitgan. Bizim nəhayət tirishchan, bizning shu yodiga nəhayət yaxshi kuch berayotgan yosh muzikantımızdan biri. Tok gitar, abay bas gitar degan tuvan ovoz. Bu yuqori ovoz qismida hamda biz muzikantlar o'zimiz tushungan bilan hamda xalqimiz balkim bu ishkilis o'xshash gitar ekan deb qo'yish mumkin. Yaqinning yog'i shu o'zining tang quramliq yosh bolalarning ichida eng oldin qatorda ketib qolgan tok gitar mayri Azhar. İlhamcan qandaq degan chaqda men yaqinda hikoyasini bayron qildim. Naqshkes muqamda o'qitgan Ilhamjon-chu. Naqsh edirkan lekin o'zining tirishchanlik bilan mayli dutta bo'lsin, mayli har millat xalqining har xil chalg'ular bo'lsin, nihoyat voyaga yetkazib ugunib, nihoyat cho'ng ansambullar bilan, cho'ng katta naqshchalar bilan bir sahnada turib, uyan qo'yib kelayotgan tirishchan muzikant Ilhamjon. Rahmet sana. Unda olsa senin müzik atirtinge köptün köp rahmet. Emde davamlık yani nakşı yani hizmet kılaylı. Sağlam hayat, güzel turmuş, Sübihiden başlangısı. Sağlamlık ve güzellik elçisi, Sübihi Pen Texnikisi. Ondan sonra 3. aylanma basqıçımız başlandı. Abdurrahman Yasin bilen bizden yeni nakşımızı elip sekimizi bir veri olalım. Bana İpek yoldaki Gazalxan programımızın 3. basqıçıga Abdurrahman Yasin bilen şox geldik, tayyorlik bilen puxti geldik, sahnlarga yarışıp geldik, çavaklaringlarga chiroyli naqshlarimizni sovg'a sifatida elib geldik.
Salam mehmanlar, Yipek Yo'ldagi G'azalxon programmamizning 3-bosqichida Abdug'ini Yasinning yandash riyosatchisi Zilolardan hammanglarga sig'inib salom. Xo'sh, naqshining bir qanoti mo'ng deyilsa, yana bir qanoti hikoya deyildi ekan. Öz növbətində aldınqı 2 bosqichda naqshi etishdagi diti, shundaqla usta o'rinlash mahorati bilan hammamizning yoqtirishiga erishgan Abdug'ini Yasin 3-bosqichimizga o'zining ijodiy kuylaridan Aman bo'lg'in nomli naqshini taqdim etibdi. Albatta, bu naqsida bu mo'ng kuylarda qandaq bir hikoyalar bordi, hammamiz o'rtaq bo'laylik. Ifodangiz yaxshi bo'lsin, zo'r bo'lsin, katta bo'lsin. Chavaklarimiz bilan sahna sizga qoldi. Past turib sizga omad tilayman, g'ayrat qiling. Rahmat. Sizlarga rahmat. Aman bolg'in, men yo'q saharlarda aman bolg'in, men yo'q shaharlarda aman bolg'in, men yo'q saharlarda aman bolg'in. Yuragim sen bilan qayg'urma azizam, tiligim sen bilan aman bolg'in. Yuragim sen bilan qayg'urma azizam, tiligim sen bilan aman bolg'in. Aman bolg'in, 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 aman bolg'in. Safirimde aman bolg'in, baxting tilayar aman bolg'in. Hayot safirimde aman bolg'in, baxting tilayarim aman bolg'in. Bu qismat ayridi menandin, yaş dökme külüp kal aman bolg'in. Bu qismat ayridi senin menandin, yaş dökme külüp kal aman bolg'in. Aman bolg'in, aman bolg'in, aman bolg'in, aman bolg'in, mana qilib, egak ko'an qilib yetishib to'g'ri keldi. Aman bolg'in, aman bolg'in, aman bolg'in, aman bolg'in, aman bolg'in,
Aman 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 Vay Pəski yaxşı anlanıdı da, Akila? Çıraylık anlandı, çavaş çamsanlar əmdiyan itmaydı naxşa. Rahmet. Kipadınız pek yaxşıb getdi. Vay, mən degen usulluq naxşı itqamısın səhnəyə çıxıblam oynamənken toq əyələrdə şıqılıb pek mədət bədim. Lekin pek yaxşı buldu. Güldək bir hayatımız buldu diken, güldək yaşaşqı tırışqan vaxtımızda. Mana özünü ötüdə tırışdınız. Çiraylıq naxşılarınızı mehmanlarımızın huzuruna sundunuz. Əlbəttə, xalqımızın qəlbində çoğunqur izlarını qaldırğan bizning munavvar, bahalıqçı ustazlarımızın bahalarını aldınız. Bunun da çox mükafat bulmamız gerek mehmanlar. Çavaqlarınızı yana bir qitim yartıb bəgən bolsanlar. Xoş, onda olsa sizning keyingi basqıçlarınızga yeşil musafir tilayman. Aldı bilan ustazlarımızın bahalarını bir anlagan bolsaq. Buldu. Bu naxşını yana desem şu bu ijodiyatni shu o'zingizning ovoziga qilib shiripli yozgansiz da. Boshqalar aytammisin deb yozamsiz ya? Boshqalar aytsin bo'lamdi u narsani? Aytsin, aytyapti aytqanliba. Shundami? Anda bo'lsa boshqalarni yaxshi o'gitib qo'ying. Ularni aman bo'lsin deb aytsin, hammamiz aman bo'laylik. Naqshingiz bek yoridi. Men bek hayajonlanib o'tirdim. Rahmat sizga. İşleriniz to'liq bo'lg'ay. Rahmat ustoz. Bu yuqorqi naqshi sening ijodiyating shundami? Muzikasi. Yaxshi ishlanibdi, unisiga o'zingga shunday tushibdi. Ovozing yaxshi ifodalandi bu naqsha tiqima. Aman bo'laylik ukam, naqshaning mazmuni shuki. Bundan keyin texmi tirishib, yaxshi yangi asarlarni sunsang biz xush bo'lamiz. Rahmat sana. Aman bo'ling. Endi Rozaxon, siz qanday qaraysiz ki? Endi bu shu son 5 yo'qashqa kiyim yetishmayotdi bolalarga. Ya kiyim yetishmay, bu Shangyanning qog'ozini kiyib chiqibdi. Altыгını yama chiroyli qilib qo'yding enam. Rahmat aka. Baya bizning ustoz Abdurahmon akam degandek, men naqshangni boshqalarning o'rindig'imi sal tasrak. Chunki sening uslubingga, ovoz tusinga nashta his qildim-ku akamni, ha? Endi men naqshlarni haq o'rindayamsa, keyiniga shu afsusni aytib bersan oldi, afsus. Yaman xalqimga. Aytmading afsus. Yaman chiroyli qoldi. Nerdan olgansa bu chapanni? Shu Abdullah akamning shogirdimido, yo kasbdishimido, ashta yakani bir yaxshi Hasanjon deb bir akam bor. Shu laylab qilib turdi. Ma ishki muraqda ishki chiroq bo'lsa, bir darvozli bo'lsang kesh. Xo'sh, amsa bunaqa bosqichga bir yaxshiroq tayyorlik qilasizlar yana. Buningdan katta bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Rahmat ustozlar. Rahmat sizlarga. Çıkayla, Kupravka. So'rashdi dunyoda nima eng qimmat? Muhabbat, muvaffaqiyat yoki pul sunnat? Javobini berdi hayotlik qidi hikmat. Buningdimi bir sir bordir? Hammanglarga didor g'animat. Yana bir qitim didor g'animatlarni qabul etgaysizlar. Bu sahnaga quruq chiqmadim. Kamiljon akamni yana bir qitim chiqdim. Uningdan sirt men mush Kamilkamning chichiq qarab nima ishlatgando deb bak o'yilib ketib qolmasin deb abaybak guruhininki mana chasupini chiqdim. Kamilkam qo'sh kunni chichini qatirib atdak turdiganlar. Amal bo'lsa mush chasupini jiqroq ishlatib beringlar. Rahmat. Men Kamilkam bir naqsh aytma deydi. Ijozatmi ya? Rahmat. Rahmat.
Yılandaki kepteni Laçın bulup olayım Bağrımda, yüreğimde Gül sağam Bilip bulup oynayım Bağrımda, yüreğimde Gül sağam Bilip bulup oynayım Ben bu nakşını etiş için 2 yıl anlasam buldu ki. Aval 2 yıl anlap, onu ekin. Lekin bazı bir nakşılarını 1000 yıl anlasanız peki nemeydiğen nakşılar var. Kurguyun bula yarime Usta bravo. Artık bu kısımlara. Özü olaşıp tuttu. Usta. Mühimi. Bu koşusuna para aşağı tuğadır bu. Atıştılar sonra bir de. Üzge yar bulmisa Gül sağam Men yarim Bulay yarim Beyze beyze. Ay çok beyz çıktı. Üzge yar bulmisa Gül sağam Men yarim Bulay yarim Çıkınğa Kamil akınızın kışığa. Keling abkam, keling. Siz bu Kamil akınızın çiçek işilgen bilen putuq paypaq yapamapsiz emas. Pul yetişmey kalışılar. Muşu ustazlarımızga bir minnatdarlık sözleringizni aytib etgan bolsangiz, ustazlarımızmı hem özününki qimmatli baholarini sizga bir berib etgan bolsa, anglap baqamdiq. Chidab anglap baka ustazga rahmat deyapsan. Rahmat japa çekdinglar. Davamlıq bizga shunda rag'bat berib, algı intilishga madad berayotgan, mishat o'tag'an ustozlardan boshqa yana bizga jiq mehnatsin degan, parda aqısti bo'lsin, maktabdan boshlab hozirgacha nurg'a ustoz tutganman. Barliq ustozlarimningki, bundan keyin kishilarga futuqlik tilayman, tiniga salomatlik, umriga barkat tilayman. Rahmat. Rahmat. Qarlığaşqa dan bererken, qeyrindaşqa can bererken deb, mana mushu sahnimizning ostida o'tgan barliq qeyrindaşlarımız, mayli operatorlarımız bo'lsin, tomoshabinlarimiz bo'lsin, ustozlarimiz bo'lsin, hattoki mana mushu yo'duydagi aqllarimiz bo'lsin, inlarimiz bo'lsin, bak japa tortdi. Shularga ham o'zimizning minnatdorligimizni bildiramiz. Japa chekdinglar, rahmat. Kamiljon. Beziniz vada. Rahmat ustoz. Birinci meydanda, ikinci, üçüncü o'xshamaydigan har xil uslubdagi naqshlarni aytdingiz. Ijodiy naqsha, sirtning naqshisi, boshqa millatning naqshlari,
Hem mana özünüzün jutununki men aldınqı temin dep ötkende bu yerlik purak şivini bu yerlik şivini iliş intayın test dep. Endi mesela atış naqşini etse biz başka jurtkiler anlap onun qanday bo'lganini 50% ya 30% ya 20% bilishimiz mümkünken lekin atışlık özü anlasa onu %100 cevap verdi. Onun qanday bo'lgan bo'lmaganini. Shunga o'xshash bugun biz endi atış naqşlarini jiq anglaymiz. Sizin aldığınızdaki naqşlar va sizin ustozlaringizni anglaymiz. Shunda qo'zdirib kelgan lekin bugun sizdan ma ovozingiz asli atışning naqshini bir yilki yangroq egiz ovozda süzük ovozda aytganini jiqroq anglaydik. Bizning sizning ma g'olliq ovozda jildizi kuchliroq g'oli bakrak cho'ngroq ovoz ma u. Shuncha ovozda aytgan bu atış naqshi texinbek yarab ketdi. Manga Rahmat. Boshqalarga shunday yargan bo'lishi mumkin. Agar yargan bo'lsa chavak chaladi deb bo'lar. Chavak chaldi, hammalarga yarabdi. Rahmat. Keyingi oxirdagi ishlaringiz texnik utuqliq bo'lsin. Rahmat ustoz. Naqshingizga rahmat. 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 Yuqorida ustoz yaxshi gap qildi. Endi bu xalq naqshlarida bunda bir ish bor-ku, meni his qilishimcha. Masalan, men o'g'ilji tug'ilib cho'ngildim. Amibab naqshi meni aytib kelyaptimi? Lekin men atış naqshisini, mayli Qashqar naqshisini aytib qolsam, men yana shivini hargiz chiqarmayman. U yomon shivi chiqarmoq tez. Shunga sen men naqshini aytibdan, ham sen shu jutning o'g'lani shundoq atış haqiqiy puroq chiqdi deb men naqshangda. Rahmat. Sana rahmat ukam. Rahmat ustoz. Rahmat. Rahmat. Endi qag'ini ro'za qilman deydi. Sen bilan bir şey deyishmek. Adaş. Kamel mening turmushdagi yaqin og'inamning birisi Kamel. Atış naqshlarini Abdurashid Yusufkam qatorliq ustozlardan yaxshi o'rganib, nihoyat yaxshi o'rnab qilyapti-da. Sizlar ham misang men ustozlar naqshining shivisi, mazmuni, muzikaning o'rinishi sabsag'am bilan men shu naqshining qiziq yeri sabsalman ekan. Bu amal yo'q-ku menga. Sizlar sabsamgan bir ish var. Atışning naqshlari-da, endi bu atışning odamlar tijoratga yomon bo'lg'achqa atışning qaysi naqsini alsanglar bir ilim berimning so'da setiqning gapi bor. Masalan, atışning bazasiga 6 eshakni qaqchidi. Atışning bazasidan setib olgan qulingman bir ilim berim qo'yadash. Ikki toshqa assangiz birini menga bersangizda iyniqni so'raydi adam. Tağdan kelgan shamoldan me'yorimni so'rayman deb atilib urib so'rsa 10 chiqim bo'ldi deb shamol. Muzdavada bir naqshi bor. Abdurahmon Kalqi illiga chiqib ketdi. Yo'l bilmaydigan balla sodisini qila olamı, chala sodiga balla deb. Bir saq salomat berib olamı degan gap yo'q. Sodisini qila olamı. Topdimi, topmadimi? Kamil aytgan bir naqshi bor. Olay deb beray degan gap. Arkadaşlar, benim alay, mana alaylar. Kirimba chiqim yo'q asosan. Kirimba chiqim yo'q. Ziyon tatlığa çıkmayımız aka. Menge yıldızın igizli basın. Rahmat adaş, rahmat. Rahmat. Rahmat ham, sen menga Rahmat, ko'pchilik rahmat. Rahmat. Çıkıp gireydi. Kaç koyayım sende de. Kaç. Çarpma diyeyim sende. Alta katıl kıygan ne koyayım. O dili bir tarafındayız. Selam. Ustazlar, dostlar. Hürmetli ustazlar. Bu Jalal. Tavaş bulur biz. Maşına kokduğu oldu mu hazır çıksam. Biz yani kep kaldık aka. Bu özüge yopurmak çaplamı çıktı ama. Yok. Ağine bir müşk bekip gelsen eski çıktı. Cevlan ha.
nimaga chiqdinglar? Avval maqsadni davitib, azkin chaqchaq o'ynaymiz. Biz chiqishimizga sabab aka. Jalol Anvar og'aynamninki yana 5 naqshisiniki, bu 3-chi naqshi. Shunda fayz bir naqsha. Unutdingmi degan naqshini o'rinlamoqchi. Unutib ketdi. Unutib ketdi degan naqshini. Men 4-chisini davom etmayman. Sen boshqa bir nimani xiyol qilib o'tiribsan o'shalar o'tagan vaqtda. Vang Diavli degan naqshini aytmoqchi og'aynam hozir. Avval naqshini anglaytamdi qadash. Ishta qildi. Yomon fayz naqsha bor. Kelayapmiz. Baka javlasangiz. Xatiramda meni o'chirgin, meni unutib xotirjam yurgin, mendan o'tsa bo'ldi kechirgin, unutib ketar unutib ketsanmi? Xatiramdan meni o'chirgin, meni unutib xotirjam yurgin, mendan o'tsa bo'ldi kechirgin, unutib ketar unutib ketsanmi? Yuragimda so'ra mening uchun kuydingmi? Sening uchun o'sam orqamda kuldingmi? Ishqing meni hajab qiynadi, ta'mirmayman endi yolg'onga, o'zim yetar halimga. Unutib ket, la 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 la. Na 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 Xatiramdan meni o'chirgin, meni xotirjam yurgin, mendan o'tsa bo'ldi kechirgin, unutib ketar unutib ketsanmi? Yuragimda so'rab mening uchun kuydingmi? Sening uchun o'sam orqamdan kuldingmi? Ishqing meni hajab qiynadi, ta'mirmayman endi yolg'onga, o'zim yetar halimga. La 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 la. Ishqing meni hajab qiynadi, ta'mirmayman endi yolg'onga, o'zim yetar halimga.
Çavak. Adamın köngül yerim bulduğu acaba lirik peyz nakşı kadışmayı. Ahırda kayfiyatınla. Manda qaytqan boldim. Men meyed qıztama yelek bu aqaysan biring afsus deb biring ma deb bu adam Esletip unutib ketdi. Esletip mi? Unutib ketdi. Alika qanday qaraysiz bu naqshlarga? Sizmi bir ikki naqsh aytib qatnashasiz bu programmaga? Deb shumang yana. Oshta deyotgan qo'y sizga 3-4 yil bo'ldi. Biroq kasalni tek saqaytib ko'midik, ammo naqshlar minib ketib bordi bakam. Zukam adamni beqiyolong deb chiqirdi degan bo'ldi. Bo'ldi beqiyolonglar, men hozir ijob qilib turdim. Ali akam bak qiziq aka. Aka qavziyat bemorlari berib ekan, naqsh yezib turibdi. Siz ma Asqar Seyitning naqshlarini kuchab aytib bir o'ngshib ketasiz. Yurgin deb bir naqsh olamiz. Ishtaq payzi akam. Ay yeni akamga danglik cho'lpon kiyimini yengishisi, bu g'ozbaqadagi odamdek berdi. Şoltirimdi deyme bu akam. Bu taz tirishmayotdi da var ro'zaziz. Ya putoni mayli olgan butun. Kiparning mayli. Nerede mesele vakitdan bu işten tizden oshmayotdi buni. Endi bir tag'imiz var, sen ko'rdingmi? Bu tag'am o'zini ko'midi. Eli ballarni kiyib eketmese misha qiyib qilaverdi bu. Tünügün biz peylengi kesek battık emeşine bağdı. On tüket degan narsa anglab rastı gidekdi. Rastı deydi mi o kalaldı. Muhtarkan çaqçaqlan, qeni Muhtarkan ba mı? Ba ustaz ba. Ustazga bir usul qo'yib berganmisak, mandaq qilib o'ynab olgan bo'lsa. Unuttum mu it oynab baksak deybe ustaz. Muhtarkan usul oynasa bedeni bek silkip ketmeydi ha. Qo'yanga tushgan puluz chufqanmi son deb. Hem bek silkimeydi. Nemish qilsang tomoq yegan ishtisingib ketadi. Qanday qilib zemni? Fita bir qiziqchilik qilib. Jalol rahmat saqam yomon chiroyli aytib berdi. Ustozlarimiz sizlar ham charchadinglar, Umarjon aka, ustoz, Ruzoq aka, tomoshabinlarimiz nayt, rash qiqas o'tirib berdinglar, Karxancha akalar dilar. Ustoz bir bahol aytgan bo'lsangiz. Maqtag'idek balla olganki maqtaymiz-da. Bu ballani maqtamay kimni maqtaymiz? Ras. Ma'nosini anglab men bu bir bek lirik naqsh ekan. Lirik naqshi bizda bek oz. Bizning Uyg'ur naqshlarida ko'pincha sho'x, usulliq naqshlar ko'p. Bek udari kuchlik naqshlar bek ko'p-da. Bunda lirik, romantik, bunda hikoya deydigan, tekstil emas, muzikasida hikoya so'zlaydigan naqshlar bek oz. Ma'fkamning hozir aytgan naqshi shu haqiqatan shu bir xil bir hikoyani so'zlab bizga bir lirik, bizga bir romantik hisni akilyotdi. Bizga hamma narsa lozim-ku. Bizning turmushimizda hamma narsa lozim. Osh bo'lsa, uni tuz lozim, boshqa narsalarga kerak narsa lozim. Hammamiz o'xshash bo'lib ketsin bo'lmaydi. Mushunday naqshlarmi bak isil. Odam o'tirib anglaydigan naqshlarda, ammo usuldan boshqa, usulni o'ynash kerak. O'tirib huzurlanishni bilish kerak odam. Muzikaning asosi biz muzika olsak ko'zimizni yumib turib CD qo'yib anglaymiz. Hareketni anglamaymiz biz muzikantlar. Shunga men naqshi menga bakma ta'sir qildi. Yana birisi bir naqshchi o'zi bir muzikani chaptirib aytish. Ba'zida o'zimiz gitarchilik o'zi aytyapti. Demak, bu gitarni chalsin, mayli boshqa muzika chalsin, bir naqshchi o'zi bir muzikani nimani chalsa, cheptirib aytgan o hissiyat tenkash qilib aytganga o'xshamaydi. Umarjon o'tiribdi mana. O boshqa hissiyat o. Masalan, mush naqshiga gitarni o'zi yolg'iz chep aytmay, boshqa muzika bilan tenkash qilib bergan bo'lsak, bunchalik ta'sir qo'zg'amaydi. Shu bu ikki jihatdan menga bak bir alayda ta'sir qildi. Shu alayda rahmatimni aytishim kerak. Rahmat, ustoz, rahmat. Shesha. Muborak bo'lsin. Rahmat. Mana biz yaxshi. Nemanda bir-birda yomon balladi bu deyim. Mavo yuqorida ustoz dedi.
Çoxum opçu muziki bilen naqş etiş şart emas şu. Şahsen men bir dutta bilen Ömer Calan bolgan. Yalnız dutta bilen. Rahmet. Hey Ustaz Çavak. Şunun için hazır ustaz degandek üzang mesela muşu artistlerimizden çala alaydıganlar olsa, peyzanlı olsa, bir naqşını muşta üzanglayan qoz, qağınını yödü bile, manda qısan rengaran boludu. Hazır mana çelip itqantan odar üzangның қолаңды оғашқа пұрақны жайды ит алдың. Әмді опчы музыкаға етіш үшін қаллаң бір жатын жезоғы диққат қылмас олмайды, мында маңады емес ма? Манақшын шында есілеттің, әміміздің ашы бір қыл қиялы кеткізіп еттің. Бұныңден кейін сәнәт hayatыңдың гүллә үнсі өкем. Рахмет саң. Рахмет. Бұда sunayçılık naqş etip baksan adaş. Kumayçılık dedi? Sunayçılık dedi. Çoxumlu opçı muziki bilen naqş etiş şart emas. Mana yalnız çaqçaqlar uzaqın judaqın bolgan. Hey ana ben. Sen de geçerken ana. Ben az olsa 60 olmasa 100'den olmasa müzik çalamayım ben. Mala yalnız özü dans çıkarırken hemmisi müzik ballarını tatıp çolpallarda. Ben bekçiyarken ha. Siz eşeğde bulmuşsunuz 60 çatak çıkıdığına iş vardı Abdurrahman Kaya. Allah çalamaydı. Siz aş kolunuzda işki çok bile 60'ını iyileştirip vermişsiniz. Allah çalamaydı. Çalamaydı. Rahmet. Yama yaxşı oldu sakam. Jalal bilen muşu musabık ahırlaşqıça muşunda yuqori kayfiyat bilen inşallah tilekteşlik bildirme. Rahmet. Rahmet sakam. Rahmet. Selam kanka. Adamda. Xoş qadirlik mehmonlar, ko'rayotganinglar Urumchi Subihi Pan-texnik chekish shirkati tajidarligidagi birinchi qaror Yipak yo'ldagi g'azalxon programmamizning 3-bosqichi. Naq maydondagi baholag'uvchi ustozlar bo'lsin, mahirlar bo'lsin va yoki tomoshabin do'stlar bo'lsin, ishchi xizmatchilarimiz bo'lsin, xuddi oltin uzuk yoqut ko'z bo'lgandek faoliyatimiz bilan bir gavdalashib, kayfiyatlar intayin zo'r. Mushundaq kayfiyatimizda 3-bosqichimizni tamomlaganning natijasi sifatida yana o'xshashlar baholag'uvchi ustozlar va naq maydondagi mahirlar, shundaqla tomoshabin do'stlar qo'linglardagi 5 mahirning surati tushirilgan konvertga o'zinglar eng yaxshi ko'rgan 3 nafar naqshchini tanlab, to'g'ri belgisi urgandan keyin yininglardagi sanduqqa tashlab, qayliqinglarni ifodalaysizlar. Unda bo'lsa 3, 2, 1 boshlandi. Birinci karar Yipak yo'lidagi g'azalxon programmasınınki 3-bosqichdagi g'azalxonlarning natijasi. Bu qitim 5 naqshchininki alaydiligi bir şikki numara bilen farqlandi. Şunlaşqa men oldingi 3 g'azalxonninki ifodasi sal gavdalik bo'lganligi uchun 3 mahirninki natijasini e'lon qilaman. U bo'lsa-mu Nureli. U bo'lsa-mu Jalal Anvar. Yana bir g'azalxon G'o'ji Mat Qurban.
Yana birisi. Abdug'ani Yasin. Bugungi bilet tashag'anlar mushunchalik tashyapti hamda meningcha xeli odilmiki deyman. Lekin umuman qilib aytgan vaqtida bizning 5 g'azalxonimiz bir-birisidan qilishqisiz. Shunlashqa bu bir odatdagi bir 10-20 balaninki bunda tashab qo'ygan ifodasi. Eng muhim baholug'i kim o degan vaqtda ekran oldidagi har millat xalqi. Shunlashqa buluni haqiqiy baholashqa har millat xalqining tarozisiga tashidik. Rahmat sizlarga. 3-bosqichdagi mahirlarninki talanti, jasarati, muhabbati hozircha mushunchalik. 4-bosqichda ko'rishaylik. Rahmat sizlarga. G'azalxonlarimizni Urumchi Subiy Pan-texnik chekishtirikda 20 ming yuanlik iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalxonlarimizni Shinjong Nigar yemak-ichmak chekishtirikda 15 ming yuan qiymatidagi iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalxonlarimizni Shinjong yangi kandidat bio Pan-texnik chekish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalxonlarimizni Urumchi Iparbuloq suv chekish shirkati Tangitog' suvlari 5 ming yuan qiymatidagi iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalxonlarimizni Shinjong Abaybek guruhi 3 ming yuan qiymatidagi iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalga gulxonman Yar üçün ettim g'azal Yar üzi küydek güzel